Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Yana bitta pechkamizni o'zimizni Andijon viloyati Sharxon tumaniga olib kelib qo'yib berdik. Bu akalar pechkamizning oldi ko'rinishlari. Ko'pchilik akalar bizdan narxini so'rayapti. Pechkamiz narxi akalar joyida 1.600.000 so'm. Dastavkasi, qurbeshlari отдельный bo'ladi. Telefon qilsanglar, telefonni kelishamiz, narxlarini O'zbekiston bo'ylab borib qo'yib kelamiz. 12 ta viloyatni borib go'zal qilib qo'ldan kelgancha shu ko'rinishda qilib beramiz akalar. Bu akalar endi pechkamizni oldi, hozir qurib o'tlarni yoqib qo'ydi bir ko'rlarchi. O'tlarlar o'tgan mana go'zal holatda yonyapti. O'zidan hech ko'rsatib qaytamaydi inshaalloh. Endi akalar oldi tomonlarga chiqamiz, orqadan bir kirib ko'rib qo'yasizlar. Siyapti, Ali. Kunlar nima bo'lgan ko'rinchi? Akalar, mana bu pechkamizni orqa tomonlari, orqa ko'rinishlari o'ta mana go'zal holatda mana bitkizib berdik. Ko'pchilik akalar pechkamizni prami morik ulab qo'yishyapti. Akalar, unaqa sabab bo'lmaydi. Biz shuni hisobiga mayda abrot qilamiz. Ikkita abrot qilamiz. Shu aylanmalar tutun bu tomondan azbizdan chiqib ketadi. Munonasi shu azbizni oldiga qo'yilgan xod bundan bemalol qora qurumlarni tozalasanglar bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa akalar, laklalarni bosib, tepadan olib chiqsanglar, inshaalloh go'zal qilib beramiz. Salomat bo'linglar.